Assalomu alaykum do'stlar. Siz MMA News kanalidasiz. Bu kanalda MMA, sport, UFC yo'nalishi bo'yicha tezkor xabarlar har kuni joylanib boriladi. Bu kanal SNGda birinchi o'rinda turadigan kanallardan biri do'stlar. Shu sababdan kanalga obuna bo'lib qo'ying, like bosib qo'ying va ekranga yaqinroq o'tiring. Biz videoni boshladik. UFC jangchisi Arman Sarukyan hozirda erkin agentga aylangan Usmon Nurmagomedovning UFCdagi imkoniyatlarini baholadi. U bizning vazn toifamizdagi ko'plab jangchilarni mag'lub eta oladi. Usmon uslubi jihatidan juda kuchli, kurasha oladi va tik turib ham yaxshi jang qiladi. Menimcha u Gejeni va boshqalarni mag'lub eta oladi. Ammo UFCdagi raqobat PFLga qaraganda ancha yuqori. U yerda Charles Oliveira o'zining jujitsusi sababli unga qiyin raqib bo'lishi mumkin. Shuningdek, yangi chiqayotgan Quillen Salkit kabi yangi jangchilar ham bor. Usmon barcha jihatlarda yaxshi va har bir raqib uchun xavfli. U haqiqiy jangchi. Men o'ylaymanki, Usmon UFCga o'tadigan bo'lsa, albatta kamarni qo'lga kiritadi deb aytib o'tdi Arman Sarukyan do'stlar. Siz o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Usmon Nurmagomedov hozirda erkin agent, sababi PFL bilan shartnomasi yakunlangan. Siz nima deb o'ylaysiz? Usmon Nurmagomedov UFCga o'tishi kerakmi yoki hali ham PFLda jang qilishi kerakmi? O'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Keyingi xabarimiz Paddy Pimblett, Ilya Topuria va Arman Sarukyan haqida qaltis gapirdi. Agar Ilya yoki Arman bilan jang qilsam, ikkalasini ham hayotini rosa ag'dar-to'ntar qilaman. Meni noto'g'ri tushunmang. Ilyani hurmat qilaman, lekin biz yillar davomida adovatda bo'lib kelganmiz. Menimcha, u biroz tentak. Arman Sarukyanga keladigan bo'lsak esa, umuman hurmatim yo'q. U shunchaki otasi millioner bo'lgan boy bola. Men uni yo'q qila olaman, deya aytib o'tdi Paddy Pimblett do'stlar. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlar? Paddy Pimblett oxirgi janglarida Gejega mag'lub bo'ldi. Ilya Topuria ham xuddi shunday. Siz nima deb o'ylaysiz? Paddy Pimblett Ilya Topuriani yoki-da Arman Sarukyanni mag'lub eta oladimi yoki yo'q? O'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Endi esa asosiy xabarlardan biri. UFC chempioni Alex Volkanovski Mavsur Yevloevga qarshi jangdan so'ng faoliyatini yakunlashi mumkinligini aytdi. Agar hammasi juda yomon yakunlansa, yaxshi, shu yerda to'xtatamiz. Agar o'tgan safargidek hammasi juda yaxshi o'tsa va men hech qanday jarohat olmasam, davom ettiramiz. Men har bir jangdan keyin qaror qabul qilaman. Vaziyatga real baho berishga harakat qilaman, lekin hozircha faoliyatimni yakunlash rejam yo'q. Deyarli ishonch bilan aytishim mumkinki, biz davom etamiz, deya aytib o'tdi Alex Volkanovski do'stlar. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlar? Bu yaqinlashib kelayotgan jangda kim g'alaba qozonadi? Alex Volkanovski yo Mavsur Yevloev do'stlar? Mavsur Yevloev va nihoyat bir necha yillar deganda kamarga jang qilmoqda do'stlar. Bilamiz, Mavsur Yevloev salkam 4 yildan beri birinchi raqamli da'vogar bo'lib kelmoqda, lekin 3 yildan beri hech qachon chempionlik kamariga jang qilmagan do'stlar. Va bu narsa yetib keldi. Alex Volkanovskini mag'lub eta oladimi yoki yo'q? O'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Asosiy xabarga ham yetib keldik do'stlar. UFC jangchisi O'zbekiston topoviy jangchilaridan biri Ramazan Temirov 5-sentyabr kuni bo'ladigan Nursulton Ro'ziboyev va Michael Venom Page jangiga o'z taxminini aytdi do'stlar. Siz ham o'z taxminingizni kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Ramazan Temirovga omad tilab qolamiz do'stlar. Nursulton Ro'ziboyevga ham omad tilab qolamiz. Nursulton Ro'ziboyevning jangiga atigi 2 hafta qolmoqda do'stlar. Shu sababdan do'stlar kommentariyada omad tilab qo'yishingiz mumkin, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Nursulton Ro'ziboyev va u o'z vaznida umuman UFC'ning eng mashhur jangchilaridan biri Michael Venom Page'ga qarshi jang qiladi. Bu jang bo'yicha sizni taxminlaringiz qanday? Nursulton Ro'ziboyevni g'alaba qozonish imkoniyatlari qanday? Chunki baribir Michael Page deydi-ku. Albatta. Juda ham yaxshi jangchi. Ya'ni Geri bilan urushgan, keyin Shara Bolit bilan urushgan. Ancha shu tajribali jangchi. Biz shu Nursulton Ro'ziboyevga balet qilamiz, duo qilamiz haqqiga. O'zbekistonimizni, vatanimizni bayrog'ini ko'tarsin. Ota-onalari oldida, vatanimiz oldida yuzlari yorug' bo'lsin. Biz har doim duodamiz va qo'llab-quvvatlaymiz. Haqiqatan ham qiyin jang Nursulton Ro'ziboyev uchun. Lekin biz o'z vatandoshimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Nima taktika tanlasa yutishi mumkin? Baribir tajribali raqib. Albatta yo'q. Men endi bilmadim qanaqa tajriba. Misol, u ham anaqa ham Michael Page stokada yaxshi jang qiladi.
Nursulton Ro'ziboyev ham stoykada yaxshi. Qanaqa qilib yutishini, qanaqa nima bo'lishini biz bilmaymiz, Alloh biladi. Lekin Xudo xolisa chiroyli nokaut kutib qolamiz.